Bula başlayımız. Veli, başlayımız. Evet, tayyorlanıp oldu ya meylan, başlayımız. Ya bak, haset edimden itotu 5 minut körü olayım. Bir kere bile görmez. Haset edin ne? Ha? Koya, naq meydan körümüz. Haset edim kildi şu. Haset edem Ha? sen ya? Yağan yakınmığına. Yağan yakınmığını çağır baka. Ben çakasam. Haset ede? Haset ede bu yak çıkın. Haset ede? Ne demen bıraktım bir programıdı. Haset ede? Haset ede dedim bana bırak ede. Köygen boş çıkıdı. Edep bilen kişini çağırışdan özü bir senet gencime bir gen iz kıldım. Ona olsa ben vaktini ötkezmeye ya. Çolpan geldiği programımızdan bugünkü alayda tekliftik çolpani Hasiyet Kurban hanımlar. Yakışmada kandak akvalına. Ya önümde güzel iş bağın sirdeyim. Adamın nasibi kilir her çıkım karsa bir kıla. Çolpan geldiği programımızı keginağızını aldın. Karşalımız biz bek koş olduk. Gep neymiş ya da aş itottulla başlayayım ben ço. Sizin köyge adamdan hemmisi mandal qarsa itot çolpani dep biladi. Jiqinning yaqi lekin shu itot degandek bir narsa taza chiqmayotdi. Nima sabab bor ashdan zadi. Chiqiblamashni bir so'rab etdim qo'dillam. So'rag'ingiz bek yaxshi bo'ldi, lekin itot chiqdi endi. Chiqmoqchi. Qilyapmiz. Lekin nima chiqmadi? Men denshda ishlayman menga. Go'shda. Qo'mishni bir chiqibdi deb qo'yasam. Endi buningda nurg'un sabablar, xizmatning aldirashchiligi, yozuvchilarimizning kundan kuniga kamlab ketishi, bo'libmi yozuvchining kamlab ketishi. Bizning itot yozadigan yoki ish qilib asar yozgan yozuvchilarimiz bek kamlab ketib bordi. Yosh bolalar ta tushunmayotdi buni. Yoshlar faqat yetilmayotdi. Ko'ngillarimizningki ketganlari ketib qoldi. Balari endi u kasal bu yosh cho'ng'aygandan keyin o'zining salomatlik ahvoli yor bermadimi qandaq? Ya bo'lmasa pesh qadam yozuvchilarimiz bilan hozirgi davrningki ehtiyoji tez moslashib bo'lmayotdi. Biz kutgan, biz taqozo bo'lgan, biz intilayotgan narsa chiqmayotdi. Buni asli shu bo'shliqni bizning yoshlarimiz to'ldirsa bo'ladi, lekin yoshlardagi shu qadam quvvati bek ojizlab ketib boramdi yoki birlashtirib bo'lmayotdi jamiyatning taraqqiyotini o'zining qolishligini shunga ish qilib bir yaxshi asar chiqmayotdi. Shunga yaqiningizda bizmi shu to'g'risida sal ozroq o'ylash qilib, ozroq buni ham tayyorlab beqiyotimiz qolgan ham shu chiqqan deysiz. Men tiq o'ylabdim, xo'shaqmaydiganlar bo'lib qoldi debchi. Yillar o'tgan seri qo'ya itotolmay tonlib oldum men deb. Hozir qo'shiq ketib bordi asli. Ashtama? Lekin ashdan tushliq bir ishlar bo'lmaydi demak shundami? Endi chiqqandan keyin cho'qim yaxshi jamiyatning, taraqqiyotining, vaziyatning, o'zimizning amaliy ahvoliga uyg'un keladigan, mos keladigan, aktiv energiya taqtalaydigan, yetaklaydigan yoshlarni jamiyatning taraqqiyotiga moslashtirib, ashtaq bir narsalar chiqsa bo'ladi. Shu chiqmayotdi. Shu chiqmayotdi. Shu chiqsa chiqsa. Chiqsa. Rahmat. Adam şu bana özlemle şahsen Hasiyet Kurban dese mayli qiz ziverlen chiverlik Allam kildi da meniki. Naytlik bir bisham, naytlik bir xilvat qilganlar bilan bir ayolning obraziga singib ketganda sizga. Lekin amaliyot unda emas qo'y siz. Yo'q, bir yumshoq tavotida agarda sharqliq yo'q, nozuklikni isbotlayapti. So'xtan gapingizni tatib olay ya. Zivararligiz urishqoqda tat qilgan ayol emas. U faqat yezlarga noyta jonliq jini va urishqoq emas. Urishqan bo'lsa, qitiqning qatisini Rahmonning beshiga kegizib qo'yib ketadi. Urishmay qitiqini berib, yana chiroyli chigib deydigan gapini deb yapman. Bu nima desa, u hargiz jonliq degan urishqoq degan gap emas. Jini va hayotni so'ydigan, hayotni qadrlaydigan, davomli turda olg'a ilgirlaydigan, o'zlik ashtaq bir ruhga ega yez ayollarimiz o'g'raydi. Men shunda dedim qo'y. Urishqoq jini va tat dedim. Yo'q, men urishqoq bilan jonliq bu ikki dunyo. Yuvosh, kichik odam bilan urushadigan ne odamlar bor. Men demoqchilik tat ne chiqarib o'tgan vaqtda ham qo'shim chiqib qo'ydim-da, lekin jonliq deb dedim men. Jonliq degan gapim to'g'ri lekin. Men o'zim jonliq qizlarga qo'yganligim uchun obrazini yaxshi ko'raman-da. Shundaymi? Rahmat. Sizni yaxshi ko'raman lekin. Müşahede adam şu aldı bilen şu ekran aldıda çıkıplam acaba paran çıkıp kettiği bula ottamaylam dep qalmışsın. Muş çolpan geldiği programımızdaki muşu körümellerge özünüzden aşı ziver obraz bilen tanımanız yolu itemsiz. Ziver obrazınız bilen sonunda kim almıştır? Çıkıp aşında körmelerinizge, özünüzden mesleğinizge şu arkalık, şu obrazınız arkalık bir salmanız yolu verkendeki anadaki davamlıq paranışımız sizler. Buldu. Salam ekran aldıdaki barlıq aziz körmenler çolpan. Ma bu mu de? Qandaq qilma? Mda lan.
Hem kiyim işlep çıkaysam onu mu dağız? Mushkil dedi. O ziver mi kiyalar bunda kiyimlerini hazır? Ya ziver hazır bunda kiyim. Saniye malım kiydim. Saniye mal mı? Bunu da orası saniye mal mı? Bunu da to'g'ri. Mayli. Sizga erkinlikni beray. Salam ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Cho'lpon keldi programmasi orqali sizlar bilan didorlashganimdan nihoyat xursandman. Shinjong radio televiziya idorasining rejissyori, shundaqla san'atkor Xosiyat Qurbondan hammanglarga o'tliq, seg'inishli salom. Rahmat eda. Mendem sizga seg'inishli salom. Rahmat. Rejissor deb qoldingiz, rejissorlik qilib beramiz bugun bir kun. Yo'q. Ha? Yo'q deb. Siz maosh qilasiz rost. Qilmaysiz. Rahmat eda, chaqchaq qo'ydim. Oldinlar o'ltirishga taklif etay. Anadagi qolgan gap so'zlarimizni boshlaymiz, ha. Bir chavoq keldi. Nada o'tirman? Yo'g'imda o'tiring. Ada annelan abay deb o'tdim. Sizdan shu etotlaringizni yaxshi ko'ramiz dedimda. Men shu etotlarni ko'rgan vaqtimda, bir xosiyat edim. Bu nelikdi o yakomisa, necha yoshlar kirgandi yakomisa, kichik vaqtlarda qandaroq ya nima kasb o'qib, ya nima bo'lib qolgandi deb boshlab o'qiyallar, asvallar bo'ladi-ku odamning qallasida. Oldi bilan shu yurtingiz ne degandek. Mening tug'ilgan yerim Ko'rla. Dadam Ko'rliluq. Anglab Keyin boqmagan gap. xizmat sababidan opam Qashqarga ketgan. Men qolgan boshlang'ich to'liq o'tirni Qashqarda o'qigan. Tugdi. Masalan, nima kasb o'qigan? boshlang'ich to'liq o'tirni nima kasbda o'qiydi? Maktabda o'qiydi. Maktab kasbi. Dars kasbida o'qiydi. Men asli kichik vaqtimdan boshlab to'pni yaxshi ko'raman, futbolchiman. Qizlar komandasining a'zosidim. Vartammi? Kemqon o'ynaydim. Tarbiyachilarimiz meni kichik Maladona, kichik Bili deb butun musobaqalarda ashlar deydi. Voy, men Maladona baka deb. O'zim tarbiyani yaxshi ko'rmam, yaxshidim. Men to'liqsiz 3-yillikda men jiroq sakrashda buzgan o'tir maktabda rekordimni men to'liq o'tirni bitirib chikatgacha hech kim buzib boqmadi. Jiroq sakrash? Unda bo'lsam bir hozirlaydan necha hozir ham mishadi men sakradim. Oyoq bilan. To'liq o'tirni bitirib san'at sho'yandan keyin teatr fakultetiga qabul qilindim. Shu 1-yildan boshlab, 1-yili qishliq ta'tilda uyga ketibman, yozdan boshlab men uyga ketib boqmadim. Taklifga asosan uyon qo'yib, o'zimni yetildirma, pishima deb. 2-yildan boshlab lekin taklif bilan Shinjong televiziya stansiyasi o'chog'ida simliq televiziya stansiyasi qurilmoqchi bo'lib, sirtlarda xizmat ishxonalarini qurib, ashada ovoz berib ishlatdi ekan. Bizning sirtdan men bilan bir ikkimizni olib ma'lum. Ashada ovoz berishga boshlagan, men dardan boshlab ovoz berishga boshlagan. Bu ovoz artisti ham. Asli ovoz artisti. Bunda olmagan ishlar ekanda mana. O'qish bitgandan keyin ondan 93-yili aqlliq yeshuda Shoyen zayl kichik qiz bola Shoyezmi. Oshna ovozim ekanmi? Oshna ovozi bilan raib o'g'illarning ovozini shu bu ovozlar bu kino televizorda qo'yilgandan keyin tarjimasi yaxshi bo'libdi, ovozlar yaxshi bo'libdi degan ekan, andikin Markoning opasini izishi degan filmdagi Markoga ananiki men chaqirib Markoga ovoz. Unda azroq Ariya ya hozir deyolmayman. O'qiyotgan vaqtim u meniki. Yo'q, u hozir putaga vaqtdan sexim pay chiqmadi deyman. Ya, azroqlam. Yelamanmi? O'zim nima ishlab solgandim bu gapni. Uyda faqat ekanman. Tabaqa ya. Ishaka. Diyamadim mana. Ay, Markonikida. Amidiyo. Qirxutun, qo'pol qirxutun, Amidiyo. İşkin qirxutun emas, bir yerda eshik yo'li qoldi buning. Sizning ovoz kasb bilan davomli shug'ullanmadingiz unda bo'lsa. Shu men o'qish bitgan yili televiziya stansiyasini chaqirtib imtihon bersin deb, deb kirdim, imtihon bergan bo'ldim, lekin u oraliqda mening Marko qo'yilib, bu xili to'nilib qolgan bo'lg'achqa, lekin bo'ldi, imtihon berib yurmaysiz, ishlang deb o'qish bitmagan. 3-oydan boshlab ishlashga boshladim, 7-oyda o'qish bitiramiz. Endi 7-oyda o'qish bitirib bilan biroqlam kirib ketdim. Bunda bo'lsa shu ota-onangiz jihatdan so'rab baqaychi, kasbni davomlashtirib mang'uchimi siz? Yo'q. Mening dadam doktor, danglik Vaykoyishandamda pichoq tutadigan. Opam texnik injener desakmi bo'ldi, pochtaxonada ishlaydi, butun To'xyo'li telefonlarning qismini o'shaydigan injener. Men emaslar. Lekin opam bek chaqchaqchi. Bek hozir javob, bek qiziqchi. Sizga o'xshaydi. O'xshaydi. Bu jihatda opangiz. Men yetishmayman.
Unda bo'lsa da shu yangi ovozdan boshlagan dedingiz-ku. Ha. Ovozdan boshlagan vaqtlaringizda nurg'unlig'a hamda qiyinchilik deydigan narsalar har qanday odamda bo'ladi. Qanday bir qiyinchiliklar bo'lgan shu vaqtlarda. Demak shu o'g'lim shu yangi ovoz kirgan vaqtlarda. Tushunmay, uqmay demoqchimi? Baklam qiynalib ketdim desam bo'lmaydi. Chunki bizning tayitsi darsimiz bor. Qiyin ma'lum o'tdi tayitsi darsini. Mush tayitsi darsimi xuddi ash ovoz berganga o'xshash bizningki hali cho'nglarni rolni olib boqamiz, hali kichik bolalarnikini, hali erlarnikini olib boqamiz, hali ayollarnikini olib boqamiz. Har xil obrazimizni o'zgartirib turib, ovozimizni o'zgartirib turib ashta qilatdik. Dastlabdagi ovozimiz, og'zimiz to'g'ri kelmay, meni Xalmurat Umarni cho'ng aysani. Andi yana bir qiz vaqt ishimiz uchimizni olib borgan. Ashta qilib berdik. Aşağıda bir iki kino bir seriyan bilan bizning aslidagi o'rganayotgan narsamiz ananga moslashib qolamdi. Ya endi shaxsan menda ashundaq birni yo'q, menda bor ekan. Men to'liq o'tirib vaqtimda tabiiy fan o'tib ya matematika ya ximiya darsi shunda yozganki aqim yanvar yanida o'raydim. Ovozini o'raydim. Yaxshi ko'radiganman to'q. Ammiz kulib keslar ma'lum oqa qarab nim bo'ldi desa, jim o'tirib olatdik. Ki o'qib qolgan ma'lum oldiga chiqarib o'rayotgan. Dars yaxshimitdingiz, natarmitdingiz? Siqib jon sho'jin hep o'qigan. Yaxshi, unda bo'lsa yaxshi deyish bo'ldi. Yaxshidim. O'qish tanlig'ini berib, sinfga kirib, birinchi bo'lib men deb qo'yganda qo'polganda men bermayman deb turib olgan. Men qonun o'qig'im batdi. Men shunda qonunda o'qiyman. Bermayman. Men bermayman degan bilan ma'lumlar o'tib akirib meni ko'rsatib qo'yapti. Chunki maktabda o'zimizning maktabida bo'lsin, shahar bo'yicha bo'lsin, har qanday tan tarbiya, san'at, politos birinchi men chiqarib qo'ydi emasmi? Yoki yig'inlikatlikka yugurish musobaqasi ish qilib men batdim maktabda. Unda o'g'anki, shunga bizga ko'zi ko'rinib qolganki, ma'lum shu udulla kiriblam, ko'zni qo'yibdi shu deb. Shu davrlarda maktabdami namoz o'qiyotdi lekin qili. Yomon emas. Yomon emas. Unda lekin bu sizningki hozir qilayotgan kasbingiz o'zingiz yaxshi ko'rib turib tanlagan kasb emas ekanda. Dastlab vaqtda bek yaxshi ko'rib ketib, zodi qilmasam bo'lmaydi degan hissiyat faqat yo'q. Apamning zo'lishi bilan, apam bersa, cho'qim bersa deb turib oldi. Nima qilsam? Apamning arzusi siz. Apamning arzusiga u. Nima qilsam? San'atkor bo'lsang, ko'ngling xushal xo'ram o'tadi. Jahon ko'rsa, yurt ko'rsa, shay ko'rsa, xushallik ichida yashaysa bo'lam. Chunki opamningki ishxonasida barsaq, butun shahardagi telefon ishxon orqali o'tadi. Agar sizning uyingizga telefon to'xtab qolsa, ash apparatdan bir yer chiqiraydi. Ash apparatimiz chashning qilidek apparat bor ishxon. Ashning orasidan opamlar shu to'q qalami o'zining qilib topidi, tepib chiqib ashsin ulab bersa, siz bemalol so'zlasha olasiz. Bo'lmasa tok yo'li buzuq deb o'ttirdi. O zaman uçaklarda qo'l telefoni yo'q. Asosli ish telefon orqali bejiriladigan bo'lg'achqa, opamning ishxonasi ashta bek muhimdi. Shu o'ziga bek ta'sir qilib ketdi. Uningki 3 kunda bir kechiban ishlaydi. Tang'atqich u kechiban ishlasa karvatni qo'yib yotadigan ish yo'q. To'xtamay apparat o'lchaydi ekan. Masalan, mana shaharning hozir ketsin. Naq ashtaq u apparatlar. Chiroq yeniq, yeshil, qizil, seriq ular o'zlari biladi. Yeshil yansi qavo, seriq qasi ba'zi bizim ektatdi, bog'imiz kelib ketdi, yotimiz ishxonalar deb. Shu o'ziga ta'sir qildimi, ishxonadan chiqmay ishlaydigan kasb bu deb, shuning bilan bersiz deb turib oldi. Ma'qul deb shuning bilan Qashqar viloyat umakdan bir do'stlari bor, uni mana bir narsa uyutsa deb, u bir narsa deb berdi. Shuning bilan ular itot o'rgatdi, naqsh o'rgatgan bo'ldi birsi, ashta qilib. Lekin masalan to'g'ri qildi, men zodi opamning deganini bu ish qilib, to'g'ri qilibdimi deb o'yladingizmi yoki? Ha, to'g'ri qilibman deb o'yladim. Men o'chaq bizning bolalar vaqt bo'lgandan keyin o'zi nimaning borligini uqmaydi. Hamma narsaga qiziqib boqamiz. Lekin yetaklash to'g'ri bo'lsa, shu to'g'ri yaxshi natija chiqadi ekan. Men shu usul bo'yicha men keyin ikki bolamni shu o'zim ta'minlab, o'zim tarbiyaladim. Ashchaqdim balki men qo'yib qo'ygan bo'lsa, ya o'ta o'qiydim qonunga, ya o'tanmas o'qiydim, ya boshqa bir kasblar o'qib o'qiydim. Opam bersal deb turib oldi. Bersa deb cho'ng ishxona idorasining yig'in zalining ochqichini elib olib men olib Aşağı paylayan qildim. Endi mening burundan ashta bir irodam bor, bir ishni qilmaslik kerak qilgandan keyin cho'qim yaxshi qilish. Qilib qoldim mashqni, ammo bir itotni deb payganda tuzukni esimdimi qolmadi. Ish qilib bir qachada tamoqni qo'shnamga akirib, berib chiqadigan ashjariyanniki. Oxiri o'zim qilib, o'zim yerib, shuni uşaqlarning hammani yig'ib o'tag'izib qo'yib. Aşıl oynab birdigan bo'ldim. Lekin imtihanda bütün ümektikiler voy bu aşağıdan kelgan birisining o'zining bolasiga bu yog'anda imtihon bergizibdi debdiki. Bek yaxshi berib o'tibdi men imtihonni. Bek jonliq berib o'tibdi men. Bek mashq qilayotganki men bermayman desam unimi dey. Bergandan keyin cho'qim men ham erishishim kerak. Haqni oldida yuzim chiqib ketadi, o'tanmabdi deb. Shu maktabdan tushdim va minib o'ddil opamning ishxonasiga bordim zalga. Boshda o'zim xijilib o'zim qildim. Kelivermaylik saran xotundek bir gapni deb qayt kelib 20 kunlar o'tgandan keyin qo'yapayim kelib ketdi haqqa.
kim bo'z chaqirib akirma o'tag'iz o'ylab ashlarga o'ynab bermaylik itotni o'ynab berma she'r deklamatsiya qilib berma ash imtihonning turi bo'yicha shu bilan shu bir boshdan aniq imtihon berma kunda xushaqonlik imtihon bo'l degancha vaqt gap o'tirib ketdi Hadi bizdeki Afrika'daki. Unda olsa sizden adam ito sohasiga tunji qadam basqa vaqtingiz qachon masalan? Haqiqiy turda. Haqiqiy qismi shu, tunjisimiz shu. Cho'ngroq sanda o'yin qo'ygan eng dastlabki Shu shu. Eng dastlabki shu tunji qatim hayotimdagi tunji itotim zivar qidiq. O'qiyotgan vaqtim. Sen tug'ilmagan vaqtlar. Sizlarning davringlarda O o'qiyotgan o'quvchilik vaqtim Shinjan Diensteyninki hozirgi Guldasta deb bir san'at kechirib mashrabga o'xshash oyda bir san. Ashuningga bu itotni bizning ma'lumni o'ynaydigan qilib beribdika. Berib shuni kim bil o'ynaysa desa bizningki dasi vaqtimga deyman shu. Bir kundan keyin darsdan tushgan to'q sen qolib qol balam deydi meni. Balam sen qolib qol dedi. Bugun yaxshi nim qilmabman de, ifodalamabman de. Bir yaxshi nim qilgandim bu deb o'zim gap qilib qoldim qo'rqib. Bu ma'lum nim dedim. Desem bunda gap mishta ish bor. Ma itotni akir kitib undan ko'p o'ynaymiz dedi. Biz kim bil o'ynaymiz sen men bilan. Siz bilan itot o'ynamdim desam dedi. Bu qanday gap bo'ldi endi. Ham bek xush bo'ldim, ham bek hayron qoldim, ham bek qo'rqdim. Ma'qul deb akirib ketdim, ko'rsam shu Zivarning itotiki. Bu turmush menga pishiq emas, faqatlam. Chunki men shaharda cho'ng bo'lgan bu yiz turmushga. Undan keyin hozir xil bolalar kayfan bo'lib ketdi, nurg'un ishlarni tushundigan bo'lib ketdi. U chaqda bizning oila tuzumimiz u chaqda bekchiq maktabda manchit kelib bo'lchi. Voy, qiz bol degan ma qancha o'p ketdi, nega bordingiz deydigan. Hozirgidek erkin emas-da. Shunga maktab uy bizda unda qilqi. Turmush tajribasi yo'q hisobda. Bu qanday bo'lib ketdi, buni qanday o'ynayman, bu banjurim bu qanday bo'ldi deb o'ynayman deyman o'zimga. Shundan yataqqa kirib tiqib ko'rdim. O'ylashdim, tiqib ko'rdim, shu aytsa qandayroq dedi. Ha, yaxshi, shu buni qanday me deb bishim tatlabsam o'ynaymiz, o'tira dedi. O'qidik, paylarni boshladik. Baş tatnib qildim. Qo'yvat o'zingni balam. Sen xosiyat emas, sen osh vaqtga zivar, meningki tunji mobitim, texim tugishib ketmanda. Paylan qildik, lekin men jiq o'ylashdim. Alqi tushdan keyin bir 2 soat darsimiz bo'lmasam, sen shang'izga yugurayman. Meliq sitqichilni ko'rma. Aşağıda bir alqi nasib chiqdi menga deb. Kunda ordochoq borma, sen shang'izga borma, kilimak. Ordochoq ish qilib, ash darsimiz bo'lmasa, bika vaqtim bo'lsa yugur. Paylayan vaqtigacha men turmush kuzdiman-da. Deb shuni bilan o'zimni tirishdim. Kitobni yozgan yozuvchi akamiz rahmatli Tursunjon yetib keldi. Men o'tirib o'zim qilib beraman deb. Qo'yutan siz o'ynay olasiz, hech kim o'ynay olmaysiz deb texim qo'shib ketdim-da, rasmalla o'ynay olib, boshqa hech kim o'ynay olmaydi. So'ng men yurtida bu rolda o'ynasam, paylandilam, voy yaxshi. Yaxshi, biz faraz qilgandan jiq yaxshi. Yana ichidan dedi, voy shuni o'lanan ekan. Asta-asta bir oy kundikash paylan qildik. Asta-asta anadik oxirga kelganda men o'zim qo'yib Ondan suratga olgan bir hafta qoldi, kiyim masalasi bor. Endi qanday qilaman deb shundan. San'at maktabining oldida бүтін pinfon o'ylab o'tdi. Hamma kirdim. Men bu itot o'ynamoqchi, men kiyim lozim, shipondxa ko'ylak lozim. O'zimni tushuntirib, tanishtirib, bir boshdan kiyim yig'ib chiqdim. Yig'ib chiqib, kiyib, bo'g'inni ep qilib, qag'inni akirib berib, kiyim obrazga bek jiq foydasi bor. Abay men meyda salamni men bunda beramayman, saniya ma'lum beray dedim-ku. Bu ayli qarangdim, balkim jiqadan bek jiq so'radi mendan. San'atkorga obraz yaratish uchun kiyim hatto bir tal chozmi bek jiq foydasi bor. Buni san'atkor o'zi hal qilish kerak-ku. Masalan, cho'qroq chiqib, bundaroq qilay desak, yo'g'on alqlan taqib, bundoq qilib baqsaq, hozir o'zgaraymiz. Ilmiyroq bo'lib, sal alqi, kam so'z yak mundaq oq ko'ngil mehribon ilmiy desak qattiq jig'ib hamma narsani paldi-puldining hammani ep tashlab sidam qancha oddiy bo'lsak shuncha ko'ramiz. Shu demoqchi nima desa, shu obrazga kiyim-kechakning bakchiq foydasi bor. Zinnatning. Shu men ashchaqda o'ylashganimmi, kiyim-kechakni bak o'ylashib ketgan degandek men kiygan kiyimlarim shu chaqdagi 40 necha yoshli opasining kiyimi aytchiqanim. Lekin men ani shunday kiygan hozirgi tushib bitib turibsiz, o'zgarmayotgansiz. Men shu chaq shunchalik yosh tutdim. Hozirgidek emasman. 19 yosh vaqtim u.
Lekin mening o'ynag'idim degan, mancha yoshlik ayolning 4 balam bor deyman-ku arliqda. Aş chaqda menga nima bek foyda qilgansa, kiyimning yardım bek bo'lgan. Xalqning inkosimi rol bilan birlashib, qayermapsiz deydigani shu. Shuning bilan bu itotni keldimdi vaqtmi, tunji qatim Şinjan degan deydiganda o'qitdi. Kirdik yerga. Kirib bütün san'atkorlar, cho'ng artistlar va unda biz unda cho'ng sahnaga kirib o'yan qo'yib baxmadik-da. Sahnaga chiqib dumchib ketamanmi, qanday qilaman. Titrab qo'ydi ammo. Yo'q deyman. Hey, eli chiqib hammaning unutadigan chiroy. Mazal me to'saq bütün guanronliq o'tirib bo'lib bizning itotni e'lon qildi qiyin ma'lum. Amsi degandek bo'lsin bolam, o'zingni qo'yib et. Qancha erkin bo'lsang shuncha yaxshi, shuncha yaxshi. Degan titrab chiqib dumni tushirgan. Çünkü tunji qitimda ham tunji qitim ham o'zimning banjurnim bilan o'zimda tang tushsaq dishim bo'lsa yana maylidi. Banjurnim bilan ilqi muhabbatninki ayolning o'nimisini o'ynamoq degan menga bak tas keldi. Ma'qul deb qiymalma oyoqdan chiqdim, men oyoqdan chiqma, oyoq turib sharitladim, undaq qilma put degan titradi. Sonra chiqib, sahnaga chiqib, unutib ketdim, haqni unutib ketdim, molimni unutib ketdim. Shuning bilan endi yaxshi o'ynadik. Ahirda chigaytsam uchi yo'q eliqini. Topolmadim. Jiddiyleştim sonra. Qani ma'no uchi deb yo'gab mang'andim. Eng jingdan chiqqan yeri shu bo'ldi. Mitotninki. Amniyatda aytdim aka chiqqanmidim. Qasmindet ketadi. Zo'n qitadigan bo'ldi deb guldastani qo'ydi desa, voyja uydan chiqmasam nadikini, shuninglar tushdan boshlab cho'lpon bo'lib da qıpmağıma xaqbijnim deb qolamdiki, yeyliqini oynapdım da demdikin deb da qilib chiqsamlar, siz yeyliqidisizlar. Yegrak men baqim anandiki voy bo'lib ketdim, shunga deb. Onun ustiga mayaqda markoni, mayaqda aşı itotni biraqli qo'ydi. Har jihatdan tanlab ko'tarildi. Tanlab qo'ydi. Tanla yaxshi inkoslarga erishdim-da. Hada abaytiya qilma otaning so'g'irliq dapadingizga, kasbini dapadingiz bu kasbda emaski. Lekin siz bu kasbda, shunaqo. Endi siz baldiringizni qanday o'ylaysiz masalan? Cho'qqim menga o'xshash shunda bir cho'lpon bo'lish kerak deb o'ylamsiz yoki o'zining xohishi bo'yicha cho'ng bo'lsin deb o'ylamsiz? O'zingizni rostga qilinjimi lekin? Cho'lpon degan xalq e'tirof qilsa bo'ladi cho'lponni. Masalan, bizning mana shu jarayonda nurg'un ishlar bor. Qiyinchiliklarga duch keldik, yuzlandik. Bütün adam kecha uxlamay mashq qilamiz. Endi bek har qanday ishning ashda japosi bor-ku endi. Men dastlabda o'g'limni futbolchi qilmoqchi edim. 2 yoshdan boshlab o'zim futbol o'rgatgan. O'zim to'pni tushib birga o'ynab o'rgatgandim. Shu 4 yosh vaqtida qarsam bir kuni uy tozalab o'tib, qisam erkinning yangi chiqqan buniyang degandey. O'ynatdi, uytibotdi. Hey, deb diqqat qilsam faqat qiyish yo'q ahangda. Shunda muzika to'g'rida. Voy buning muzik sezimi yuqorkanda deb o'chirib o'tib, boshqa naqshni almashtirib olsam, oshini shu peti aytibotdi-da. Ishimni qo'ydim, menga deblam muqammamakda almabdi so'pirniki. Luying pangvatdi. Apadim. Telefon qildim, sen nerda desam, ishxonada. Men hozir borman debla apadim. Apirib qarama, mundaq ketsam, ishtama deb to'xtaman qo'yib beraydi. Birdan yarim soat haplashib, "Feyrosmaning muzik sezimi aloyida yuqorkama balni tarbiyalajmusan" degan. Shunday men bugun bakayran qoldim. Bu endi 4 yoshga kirsa, bu ahangni inchki yerlarini bu nim bildi dedim. Ne qiyib balacha o'ynagan bo'lsa maylidi desam dedi. Unda naqshdan bir nez beretsam ma'qul dedi. Shunda darhol atisdan bir tekisni akab berdim. Yaxshi bolaman deb. Sar turma, o'zim kiyimman, kapsizlik qilmay choyni ichchiman deb alqi. Ash balaning o'zining nimasiga loyiq. Ananikin bizningki showarpinda yeng qurilgan vaqti uningga naqsh berdi. Endi u orliqda men kechiliklarni mashrab ishlasak, qo'ydigan yavam shu yurdam daqmiz, zalda yurdamdi. Flap qas o'rindiq yotqizib qo'yib ishlayveramiz. Shu ayliq ko'rib, sahnani ko'rib ko'z pishqandan keyin, xuddi o sahna o'zining sahnasidek, bizning o'yinning sahnasidek, ayliq o'ynab yurgan sahnasi shu bo'lgandan keyin, ayliq naqsh aytgandimi, noyta erkin chiqib aytib ketdi. Shu idorada hammamiz deyishib ketdik, nijatkamlam deyishib ketdi. Ma balani tarbiyalamsang, chatoqchi qilmanim bu yomonka bu deb. Bu muzik sezimi yuqorga dedim, shuningdan. Siz naqsh aytamaysiz? Yo'q. Aytalaydi-ku. Aytamayman. Qo'qib qoldi, aytdi deb. Kichik balans shu.
kichik qizimni men endi bu endi aksiga uyda kechgacha ganchen chaqgandan keyin menmi yana shu ishni qilgandan keyin balada tabiiy shu narsa bo'ldi ekan qonda bo'lamdi ya bu o'qishi yaxshi bo'libmi bakli yaxshi alayda yaxshi yaslidan tortib mush boshlang'ichni bittagicha ish qilib uning nazarida men birinchi yil degan gap bor boshqa narsa yo'qda ham usulga olib berdim qiz bola bo'lgandan keyin cho'qim bir badan chiroyli bundoq sifatli cho'ng bo'lsin deb usulga olib berdim bu olib bersam usulmayoq qilib bu qiz bolam naqsh bo'lib qoldi shuning bilan bu ichkirda bir jinjigunsi ko'rib voy bu undaq ekan bundaq ekan deb to'xtam tuzib o'ylab 2 yil butun ichkirdagi butun veyshlarga taklif bilan jili jinsaygim qatnashdi hatta shandondiki asli shu yudeti zihin sinashdan xansuch qatnashishma ashnanda yana birinchi bo'ldi ondan mush xunan veyshi an xuy zhejiang jiangsu shanxay yanshi butun bolalar nomerlariga taklif bilan mang'il turdi lekin yana o'qishni qilib qolmadi cho'qim chekinmadi hamda o'zining irodasi shu meningmi birdan bir talabim shu bo'ldi o'qishingizni o'qing deb oxiri hamda biz hammamiz shu ishni qilayotgandan keyin bundan qochib qutulg'ili bo'lmaydi ekan demak men o'ylab qoldim sizdan shu bola tarbiyada o'zining xohishi qo'yisiz shundami nima qiziqsa men shuni qilaman shuni joriy qildag'uziman deb ma'ning kuchayar ekan shundami unda ekran oldidagi ota onalarga deb qo'ydigan so'zingiz bormi o'zim deb ketgandek ota onalarga tavsiya qilgandek u salohiyatda emasman lekin bola degan bolalikda hamma narsaga o'rtaq qiziqib boqadiku lekin ota ona bo'lg'ichi shu boladagi qiziqishni emas aloyidlikni bayqash kerak aloyidlikni bayqaganda balkim ba'zi bolalar sho'x kapsiz voy bu ishni qilolmaydi degan bilan eng ashinanki qila oladigan bir ishi bo'ladi yo bu tantarbiyada aloyida yaxshi bo'ldi yo bu bir narsa yasashda yaxshi bo'ladi ba'zilar voy bek yuvosh yo jiq gap qilmagan bu yo jiq nim qilmaydi yo odamga aralashmaydi keladi ishkini taqablam kirkitadi deb bir vaqt bizning bir tonish degandi bolam bilan bir kun maxsus paranglashdim deb menda paranglashdim desam mo guyga bir o'ynamda ayrim bir uy yasab bersak ishkdan kirdi deb oyqinsab kirkitadi go'm ishkini yopadi tamqon yasak akronlah deydi akirib birimiz opsi chiqtidi kirdi chiqtidi atigini qopadi yuzini yeydi tayoq qo'ygan choyni ichida chiqdi bir kun qo'zqim ko'pdi deydi chiqamaygan ma uyni san ijaraga berganman biz sen ijaraga uymi yo ma uyga biz bir tuqqanlimi desam qarab turdi bundan keyin uyga oz kir yotadiganda kir bo'lmasa men kirib biz bilan tang tomoq yeb tang mungdishib tang paranglash dedim deb shunga o'xshash ichki mijoz bo'lgan bilan darslarda yoki tabiiy fanda yoki boshqa narsalarda bek yaxshi bo'lishi mumkin bolam jimg'ur qandoq qilib buning qo'lidan keyin ish chiqqanmi emas bu jimg'ur nimishqa jimg'ur matematikada bek kalis ishlamdi ya buningki ya bu fizikaga yomonmi ya bu ijodiyat tadqiqotga yomonmi bayqash muhim shu bayqab olganda andan keyin bolaning qiziqishiga hurmat qilgan asosda shu bayqagan boladagi aloyidlikni ching tutib shu tarafda taraqqiy qildirsa buning unumi yaxshi bo'larmidi deb o'ylayman rahmat obaytiyaqa yaxshi qaranglar bo'lyapti hamda texmi yomon yerga keldik balkim burunqisan programmalarimizda ko'rgan bo'lishingiz mumkin ancha muncha shu programmaniki muqim so'riladigan 8 savol borchu rostchilikni talab qiladigan savollar ko'proq lekin yog'inga qilsangiz bo'lmaydimi yog'inga qilsangiz jazosi bor digim kamsi yolg'onga qilma digim kami değil dang bo'ldi hisob unda sana birinchi savol siz turmushda notunish kishilarga cho'lponlik kibiringizni ko'rsatamsiz yoki shundoq artistlarga qanday qaraysiz men azaldan men abjo'ramdiki hammasi mening cho'lponligimni men o'zim uqmayman rost gap qilsam abjo'ramdikidan tortib hammasi qo'roqlarda bo'lsa uya bovalidan tortib uqmamdikin deyman chunki mening ularga tutgan muomalam oshinchilik darajada bo'lg'achqa ularmi meni tozliqchi bo'lsa tozliqchidek bugun texi tozliqchi ayol uyga kiribdi ishni oldin tozalabdi ekan man uyga qilyapman siz qaringiz bo'lmasin men o'zim tozalayman desam bizdan ma'qul deb tushib ketib birdan yana kirib nima desam sizdan so'raydigan maslahatim bor dedi ha uyga kiring deb choy damlab paranglashib qilsam hozirgi masala to'g'risida bola tarbiyalash to'g'risida maslahat so'ramoqchi ekan shu unga butun bir soat dars o'tib chiqarib etdim endi cho'lpon keldini ko'ring deb bersinlar nima desa man shularga kibr ko'rsatgan bo'lsam ular mendan ayminib tajriba so'rash emas odatda salom saatdimi aymintugu deb o'ylayman menda unda qat'iy unda narsa yo'q azaldan yo'q masalan ashta artistlar qanday qaraysiz men qabul qilolmayman Nasıl keyingisiga o'tib ketdim. Etot o'ynash jarayonida yuz bergan qiziqarli ishlardan birini deb beramsiz deydi. Xotanda uyan qo'yib o'tib, "Bum shunda yaxshidim, sap-saqdim o chaqda." To'g'ri chiqiblam bir kishi yo'q, mo'maynimiz oldida ijara bo'ldi. Gapimni boshlab bir kulgan.
Tapamadım, hiç qana gapni tapamadım. Aqım tamğı örilib, yağanım jimlarni qilib, yonimdalı kelime. Yan aşçıra, elik itotni oynayamadım. Oynayamadım. Ahiranda mında itotni tashlablam, jilek yerini ekiliblam, deblam, tushib ketib qoldim. Tushibmi, birga itot o'ynagan dadingim xop bo'lib degan so'zlab, qanday kasbiy axloq bu. Siz yo'q bir ishni tillavati deb xopiladi, to'g'ri. U tillig'ini kiramdi, yana kulyaptimi? Sen nim bo'lding, bir narsa nim bo'ldi deb. Uxmayman deyaptimi, kulyaptimi? Men kulib o'ylab qolamanmi deb to'xtamash kuni. Tinamadim kulib. Nima kulganimni uxmayman. U kulgandek lam qoldi, quruq bo'lib qoldi-ki. Ikkinchi itotyapman bugun chiqmasam. Desem o kadar oldu kimden onu vakti bir dedi. Ya bol çıkay 10 yıl dep. Çıktım. İkinci itot onda emas. Üzem tutup aldım. Şunda yaxşı oynap çıkıp kettim. Her itotni oynasam külü bende. Ertesi oynamayın ya bu itot ne? Dedim lekin onda iş yok. Esingizda chiqmaydigan bir vaqt bo'pti-da shu, eng qiziqarligi. Hozir o'ylasam kulman uni. Nima kulganimni uqmayman. Rahmat eda. Unda bo'lsa, keyingisi sizning eng o'xshamaydigan tamoqingiz qaysi? Şöyle itip bakmadım, özem bek üş. Oxştanmam demenki, lekin tamaqqa bek ustamen. Maqtab qo'yay. Ras, amsi berib, hep jo'ramdikildan so'rab ketdim. Ras tamaq ustamen. Shu meki-mekidan shu sho'yluva. Shu itip bakmadım, faqat etkinmi yo'q, ismini alsam yigimmi yo'q, şuna et. Maqul. Unda keyingisiga o'tib ketdim. Men Yamani Juma. Siz bo'yli qancha yosh? 31 yaş. Buyur. 28 yaş mı ya? Yağan söz qanday jazo va? Jazo o'ynashga rozimanki, rostdan demaydi. Va biz tepaqayli unda bo'lsa, tepaqayli. 26 yaş. Ya mal. Yağanlıqlı bo'ldi ma o. Topakili. 60 yaş. Cevap vermeymen degan Rasabay. Cevap beremeyman. Mesela nechinchi yildan hamsa? Mesela nechinchi? Julinho. Ma dunyoga kelgili qanchalik vaqtlar bo'lgan? 20 kun vaqt bo'ldi. Bo'ldi, o'ta ketdim. Jon. Unda bo'lsa keyingisi siz eng yaxshi ko'radigan aktyor kim o? Mayli Shinjongdagi bo'lsin bo'ladi, sirt tarafning yoki davlatimiz ichidagi aktyorlar bo'lsin. Benden. Eng yaxshi ko'radiganingiz shu. Eng yaxshi ko'raman. Masalan, Shinjongdagi deb qolsam-chi. Adil Kamni yaxshi ko'raman, Adil Mijitni. U bir haqiqiy san'atkor. Abdukerimni yaxshi ko'raman, u bir haqiqiy san'atkor. Boshqalarni yaxshi ko'rmaykansizda. Hammasi yaxshi Deb ko'raman. qo'ymayman. Deb qo'ymayman. Bir boshda ismini desam bo'ladi. Shu asosligi shu demoqchi bo'lasiz. Darxallam esingiz kelgani. Unda biz keyingisi siz yangi chiqayotgan aktyorlarga yoki ularning kasbiy axloqi jihatdan qanday qaraysiz? Kasbiy axloqi deganda o'zining qilayotgan kasbiga hurmat qilsa, cho'qim yaxshi natija chiqadi. Anandan ustozlarni ko'proq ulgu olsa, yangilik yaratdim deb bo'lmagandan bo'lgan yaxshi emas, bo'lmasa bo'lmasin, bo'lsa bo'lgandek bo'lsin deyman. Mening ashta ko'z qarashim. Haliqi yangilik yaratdim deb yangilikni oshirib etmaydi. Shu yangilik shu yerga kelamni kelmamdi, bo'vatamdi, bo'lmatamdi. Joyida bo'lsa bu yangilik bo'ladi, joyida bo'lmasa mozlik bo'ladi shu. Undami ya? So'xta mening ko'z qarashim ashta, lekin hozirgi yoshlar bek tirishyapti, ko'ryaptimi? Itot degan itot, kino degan kino, usul degan usul. Usulni itotda qilamiz, itotni usulchilashtiramiz desak bu qamlashmaydi. Shunga hamma narsa o'zicha bo'lsin. Rahmat eda. Unda bo'lsa abay siz degandek, kibr ko'zli odamlar bilan xo'sham yo'q degandek, mushum ashak barda masalan yoshlar bo'lamdi va mayli cho'nglar bo'lamdi. Azroqlar bir ufq qozongandan keyin kibr ko'rsatsa, o'xshashli siz yaxshi ko'rmaysiz, jumladan amalar yaxshi ko'rmaymiz shundaqmi? Bo'libmi, xalq yaxshi ko'rmaydi, apchordiki, ammo yaxshi ko'rmaydi. Bizni xalq yaxshi ko'rmasa, ammo e'tirof qilmasa, biz kimga cho'lpon bo'lamiz? To'g'ri shu. Cho'lpon. Bizni shular yaxshi ko'rish kerak, shular e'tirof qilish kerak, shular hurmat qilish kerak. Oldi bilan bular bizni hurmat qilish uchun biz bularni hurmat qilsak, ondan hurmatga erisha olamiz. To'g'ri. Biz kibr ko'rsatib, o'zimiz osmonga chiqarib tursak, hurmatga erishamaymiz. Rahmat eda. Unda biz keyingisiga o'tib ketdimmi? Mamsal Yamaraq. Sizmi shu hayotingizda nechadan bilan muhabbatlashib baqqan? Rap sanab beraymi bu? Kaçtanga? Men yaxshi ko'rib qolsam muhabbatlashma. Muhabbat bir xil yaxshi ko'rib qilish, iliq to'yqisi bo'ldingizmi? Abi sanab bering ham aql. Men sanab beray. Amsa Allah'ım qo'lini berib tursin.
Demek yamancık degan gap bu. Shundaymi? Sanab bo'g'isiz. Sanab bo'g'ilmaydi. bo'g'il. Qo'limiz yetishmaydi demak. Ismdir deb Oxirgi savolim meniki. Naq maydonda hech qanday tayyorliqsiz holatda qisqa etot o'ynab berishingiz kerak. Bu savol emas, bu buyruq. Programmamizningki buyruqi. Tayyorliqsiz holatda qisqa etot. Qanday o'ynayman? Oturinglar. Bugungi ziyoratimizning asos mazmuni hamda shu kanatga tushgan kadrlarimiz yordam qilib, sizlarning shu namratlikdan qutulishinglarga yordam qilgan. Qandayroq bo'ldinglar, shundan manfaat ko'rdinglarmi? Ko'rdik. To'g'ri, tatqan ekan, lekin biz boshlasak bo'ldi. Tatanda. Baş sizdan so'ray, ya? Ismingiz nima? Abduali. Abduali. Muxbir, deb so'rsam. Denshik chiqamdiq mashqni. Abduali sizdan so'rsam, burun turmushingiz intayin nachar ekan to'q. Mana yaqinda kadrlarning g'amxo'rligi bilan nihoyat siz taraqqiy qilibsizlar. Mana shunday so'zlar qo'ygansiz. Menga qilindi. Menga Ha, biron Raz biz unda bak qiyinchilik deb kichkin bo'lmaydi. Aral yaxshi hozir. Qanday qiyinchilik bo'lmaydi? Davudmi xotiniga igz boshliq oyoqda necha napagan. Sen bilmaganman. Men apadim shu vaqt ashta deb qalb qilayver. Bek Namratda ukam, Bek Namratda. Bilib bilmay bir ko'k Namratga tegib tikanman. Ya lekin u vaqtlarda hamda igz boshliq oyoqni apamaslikda bu sabab borchu, böyle hammadan qaraydigan ish ekan bu igz boshliq oyoq taq u yoqqa o'simqa qaraydi ekan, bu yoqqa o'simqa qaraydi ekan. Shunaqa men kunlab ketganman. Kunlab ketgan falan pulga olgan tursam men. Shu anandan keyin pakaroq oyoqni kiyib to'g'inda paka bir tal oyoq appas oshning kepini qavatdi abayt yoqi. Ba qiyinchilikdimi emas xotini vaqtlarda? Qiyinchilik to'q. Men deytayim ukam meni. Voy gap qilmang. Uyimizda bir parcha gilamning tayini yo'q deding ha. Buning o'rinligi. Biz qo'shnilarimiz bozor kirib ishlab, oshxonaning kivazlarini terib, palon pulni tep chiqsa uxlaydi. Shuning bilan mush kanat tuvanga tushgan kadrlarimiz avtonom rayondan kelib, bizning mush yizig'i kelib, halqi Parat Juran bek ko'ngil bildi bizga, bek ko'ngil bildi. Ras. Bizga bir to'q qo'yib berdi-ku. Men to'qab berganda u to'qoni baqdiq. Orqadan ma'nilik zot o'rlashtirib qo'yding ha. O'zimmi kunab qoldim. Boshda sal baldur qo'panmadimi, xo'jama? Keyin o'zish ketdim men. Hozir shunday yaxshilaydim-a, hozir yo'q mukofot puli. Birakim bormanglar, bo'ldi. Men bir etizariqning ishini qilib, men o'ylarimni bir tuzashtirib olay, sen tek unmay ketdi. Chiroyli qiza jirtsa. Hamma shu bolalarning o'qishi bishatincho. Yaxshi bo'tdi-da? Yaxshi o'qiyotdi-da. Qizimiz Sarigul, Gumshida yotoqda yetib o'qiydi. Yotoq tamqini. Yomon chiroyli qiz olib, bugun tenshigi chiqib olibdi-ku. Deb qo'ymaydi, shundan bo'lmasa men maktab moton meni berib lakildim. Men emas, men adash obay etiz ishlab olsam yugurib tortib ketdim. Men ketganki, mash maktab bermaydi, ziyorat qilma. Qisaq bo'lamda. Nega bilan? Chiqroq chiqib tensiga. Biz hamda cho'lpon bo'lib ketamiz. Tarix bo'lma, yomon chiroyli cho'ngildi o qizimmi. Haqiqatan ko'z tegmasin. Men kichik o'g'limmi yomon ishchan. Ma öydəmə apsıq yardımlaşıb, qo'liga qo'l. Dadining qishidagi maktabga borgan to'q bak yaxshi o'qiyotdi. Ras, yaxshi o'qiyotdi. O'qishi yaxshi. Sinfda birinchi o'qiyotdi emasmi? Yo'q, hozir kunimiz yaxshi ketdi. Demak, endi burunqi o'rinliqlarimizni tashlab, tirishgan to'q tirishsa, erishkil olmaydigan natija yo'q ekan. Shunga mush munosabat bilan mush Parat Jurunga tuvanga tushgan kadrlarga rahmat deytdim. Rahmat Parat Jurun, rahmat. Çok qo'shilib ketdim. Sizlarga rahmat. Bek ziyoratimizni miyada tugatib, hamda maktabga berib. Boramda. Maktabga berib. Sarigulning maktabga borgan qo'panglar. Qo'pa bog'dini qo'g'indim shuni. Yo'q, bo'ldi. Biz to'g'ri, o'tiraman men. Men qo'g'in tilay. O'tirib turing, ozroq o'tirib turing. Men o'zim tergan qo'g'inli va yomon tatliq deyman. Bir tilimda yapmamışsınız, pushaymonda qolsiz juma deb qo'yay.
Rahmat eda, rahmat. Acab jafoq saldim men tayyorliqsiz Uzoq holatda. bo'lib it o'tdi. Tez bo'lib ketdim. Ana, unda bo'lsa da ma'lumot astoydil so'raydigan savollarim, sizda qiynaydigan bosqichlar asosiyatni o'tib bo'ldi. Endi mana bu keyingi bosqichga keldik. Keyingi bosqich bu ta'tir savol bosqichi. Ta'tir so'rilgan. Men bir savolni so'rayman, siz ta'tirsiga javob berasiz. Mana qolsa men boshladim. Birinchisi, siz Xinjiangdagi eng qaltis aktyor shundaqmi? Yo'q. Ha degan gap qo'y bu, ha? Eng qaltis degan gapmi? Ta'til javob beran dedi. Ta'tir javob. Siz ha demoqchi qo'y, men eng qaltis demoqchi qo'y. Ha? Yo'q. Qaysi? Ha. Ondan sonra ikincisi, siz ko'ngil iç sorularga berib ko'ngil içishni yaxshi ko'ramsiz. Pek yaxshi ko'raman. Peki- Do'stavetdim bu. Ta'tir, hayron qoldim. Yo'q, uyda uxlashni yaxshi ko'raman. Demak, mana shunda go'zal turishninki sababi shuda, kulib tur, o'ynab tur, bek tur deganda ekan. Unda qolsa keyingisida siz Weixin, Douyin qatorliq moda bo'layotgan detallarni o'ynamsiz. O'ynayman. O'ynamayman. Demak, o'ynaydi degan gapda. Keyingisi, siz san'at sohasida xizmat qilib jiq pul topdingiz, shundaqmi? Ha. Degan shu yoq degan gapmi? Pul topdingizmi? Topdim. O'tirdimi? Normal deb javob bersangiz. Bir 2 million shu. Rahmat. Bu savolni chiqarishga asosiy sabab bunda birlik azroq bir xo'shallik topaylik deb. Xo'shallik topadigan bo'lak bo'lam emas. Cho'lpon keldi programmamizda o'yin o'ynaydigan bir bosqich bor. Abaytiyaqqa savol, javob bunda o'ynab ketdik emasmi? Ko'rmanlarniki naq maydondagi ko'rayotganlarning ekran oldida ko'rmanlarimizningimi zeriqmaslik uchun shu qisqa o'yin o'ynaydigan bir bosqichni o'rlashtirdik. Hozir mishada o'yin o'ynaymiz, o'yin tamomlab bo'lgandan keyin qolgan bosqichga o'tamiz. Bo'ldi. Ushbu o'g'imliq so'zni eg'zimda deyman. Siz nima deyotganligimni topsiz. 5'te 5 o'ynaymiz adil bo'lish uchun. Menmi topaman, sizmi topsiz? Yaxshi gap qilaman. Muqim gap qilaman, gap qilmaydigan qilib, gap qilmay og'zimni. Nima o'ylaysiz shuni deysiz jumla ekan. Gap qilib qoldingizmi? Boshladimi? Sharbatlar. Gap qilmadingiz. Gap qildim. Endi gap qildim dedingiz. Uni oldin gap qilmadim. Mana sharbatlar. Sharbatlar. Yo'q. Dema nima o'ylaysiz shundan sharbatlar. Topamidi ya? 5 4 3 2 1 topamidi ya birinchisi. Ikkinchisi mukofot. Muhabbat dedingiz. Mukofot. Mukofot. Meksika. Biraber da. Meksika. Biz nima? Biz bosh qilib. Yo'q. Demayapsiz. Meksika. Meksika. Das keyingisiga da ketdimi? O'rindiq. Siz gap qilmayapsiz, gap qilmay Qo'q dedim. O'rindiq dedim. qutqizish. O'rindiq. To'g'riliq. Yo'q, o'rindiq. Diyemdiniz 5 4 3 2 1 Biraz en axırqı birisi ya. En axırqı birisi. Siz gap qiling abayqidak. Tuzuk qildim. Yo'q, siz ashu Ilimpan. ilippa. Ilimpan. Lappa. Ilimpan. 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 Chapinim. Chapilim. Chapilim. Chapinim. Pitanga. Minnettar. Minnettar mı? Pitanga. Menga. Pitanga. Milana. Qayta bir. Pitanga. Nimeti bu? Pitanga. Yüz kimlik olursa kimlik. Xalqara. Hala. Film işte. Hala. Xalqara. La ama. Xalqara.
1, 2, Gülale. 3, 4, Zilale. 5. Lal Reyhan'ın arası yaşaganlar. Gülale Reyhan. Xalqara. Yok halık. Xalq emas, xalqaro dedi. Xalqara dedim. Denштей. Ağzınız fakat yoga açmaz. Denштей. Denşitey. Pingora. Nurali. Hata mı? Doğru dedi. Hata mı? Hata. Pingora. Yüreğli. Pingora. Oldu. 1. Noni. 4, 5. Urayli. Urayli. Ne bu? Yüreğli degende alalım. Doğru. Men yengdim. Çikilişki okup da. Tamam. Hem kandak ayrıyımız bunu. Yani şu da canda bu şu. Aşağı bir kavay kayıtam kamsa. Anda. Varangıdak. Birlam kilam da. Birlam kilam da. Men yengmasam birlik günümüz siz. Kaçım kilimiz. Bunda olsa ufturet güçle buyruğu boysunup demiz şunu qilib berdi ha. Daş yok. Qanday Çidimiz bulduk aşağı. Neden koymayımız ekan? Hükümü alıqlıq yakan çidmaslik qılma. Alqılık ye. Çidmay turib olma. Başım şaplaq işkidən be. Başlıqa undasa 3 2 1. Oy, o içinde qarab. Ne qardı? Da çık. Da lan. Ma çidmaslik. Ha, da. Ha. Çıkırışma. Çıkı var. Bunda olsun neymiş kızımız? Sen de. Sizni ko'pchilikning hammasi abay deb o'tgandek zivar obrazi bek singib ketgan yoki saniya obrazi singib ketgan deb bunda biladi-chu. Demak, jumladan shu aktyor Itot Cho'lponimiz deb biladi. Lekin sizdan shu naqshet qoltingiz hech kim ko'rib boqmadi-chu. Boshqa ma programmada shu boshqalar ko'rib boqmagan bir narsalarni chiqarsak, Biroq qo'shal tushiraydim. Hayat edi qo'y aytgan. Bilirdim. O'zingiz yaxshi ko'rib anglaydigan naqshidan ikki misra aytib bersangiz. Kim sıra buldu ha? Ha, bo'ldi. Mayli. Amsa men ayollar degan naqshni aytdim. Taqdir bizni ey ayol tang yaratdi er bilan. Gülge to'ldi bu olam tang to'kilgan ter bilan. Taqdir bizni ey ayol tang yaratdi er bilan. Gülge to'ldi bu olam tang to'kilgan ter bilan. Tamam. Korkuyorsun. Ha. Unutib qoldim. Bak Juan Beyken suçumada. Magerni ikkinchi qatam oldim. Qiynamayli bo'pti ha. Iliqras unutib qolgan bo'lsangiz hamda. Karvan uzaq yo'l qaysi hesabda o'zing yo'q. Arman yo'li uzaq yo'l qaysi hesabda izing yo'q. Tamam. Etkiliyorsan ha. Rahmat eda abaydiga javob chekdingiz. Qiynab bir ishlarni qilg'izib qo'ygan bo'lsam-mu, lekin ranjimidingizda shundaylik mijozingiz yaxshi ko'rib qoldim. Bundan burun sizlar bunda parangish fursati bo'lmagan, bunda o'tira paranglashma deb o'ylamagan. Lekin bugun paranglish jarayonida mening burunqi o'ylagan shu itotlarni ko'rgan vaqtdagi xosiyat qurbon bilan hozir xosiyat qurbonning farqi bor-ku. Texim hurmatim oshdi demoqchi. Rahmat. Rahmat eda buningdagi mushundaq texmi go'zal turishingizni, texmi yaxshi asarlarni bizga sunishingizni umid qilamiz. Shuning bilan birlikda programmamizning tojdorligini alayda qo'llagan Shinjon Lilla xalqaro savdo shirkatininki noni ichimligidan bir yeshik sovg'at qildi, qabul qilgaysizda. Rahmat eda. Endi abatiyaqqa o'yinlarni o'yindiq. Biz kelin yaxshi paranglashib oldik. Endi mishada naq maydonga kelgan tomoshabinlar anandagi bizdan shu top vakili to'r orqali boshqalarning so'ragan savollarini sizga yetkazmoqchi hozir. Siz ashlarga bir astoydil javob berishingizni umid qilamiz. Undan sizlarga ketdik. Marhamat.
Adam tordoshlarning bir qancha savollari o'qibdim, arasidan bir nechini talab sizdan so'rab qo'y. Bir tordishimiz debdi, agar sizga vaqt qaytib kelish fursati bo'lgan bo'lsa, siz eng qilg'ingiz bor yoki o'zgartgingiz bor ish nima deydi? Qayta olgan bo'lsangiz, maksada Burun qayta algan bo'lsam, texmo abay naqsh aytolmayman dedim-ku, masalan. Qaytadan yana mush kasbni o'qib, texmo o'zimni texmo mukammallashtirib, naqshini cho'qim yaxshi aytadigan bo'ldim. Bak adiyke, men bana sayfiye olan İkinci tortuşumuz yaptı. Sizden güzel ve ölçemlik beden şeklini saklap kelginiz birer mahfiyatki var mı ya ki ersiyet mi dedi. Mesela bedenge nispetten adamın beden kuruluşuna nispetten bu ersiyet diyen bu quruqlam gap. Mening nazarimda. Her qanday ishning bir ma'lum bir sababi bo'ladi, natijasi bo'ladi. Shu ishga sabab qilsa, uning oxir natijasi chiqadi. Men izchil turda chinqiman ham o'rin emas. Bikadan yep yatmayman. Bikadan bo'ldilar deb tashlab etmayman. 5 ish o'rilishib qolgan bo'lsa, "Oyo, bir kunda 5 ishni qanday demayman." Bo'ladi, qig'ili bo'ladi. Ma'qul qilay deb, ashunanga shu vaqt ketadi, odamning energiya xo'raydi. Masalan, yeching jarayonida men tutamni osmon qilib xotirjam yetib uxlab boqmadim. Harakatda barkat deb bu badan sapanimi cho'qim harakat qilish orqali o'zininki turmush qonuniyati orqali saqlab qolg'ili bo'ldi. Mesela mening opammisimiz, akammisimiz men o'ruq. Unda bo'lsa adam shu o'rqadini ichi tarkildi degan gap qanday qaraysiz? Kanglikni teshig'i yeyivetkashga o'zi o'ruq bo'lib qoldi degan. Lekin adam siz shu ersiyatga faqat ersiyatdan bo'ldi, men ishlamayman dedingiz-ku. Lekin ashunda bo'lish ehtimolligi bor-ku masalan. Bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin, lekin odam o'zi qilaman desa qilib bo'ldi. Shu ersiyatnimi chiniqish yoki tamoq yoki u bu ish qilib cho'qim men manda bo'lmasam bo'lmaydi deb shuningga bir sabab qilsa, ko'ngildan bog'i sabab qilsang suvat suv to'xtaydi degan. Amaliyot suvda suvat suv to'xtamda to'xtamaydi. Lekin shuni ya yopirmoq, ya dasturxon, yoki tag'a, yoki mani yepib pijma qilib baqsang to'xtashi mumkin degan gap. Shunga o'xshashli gap. To'g'ri. Harakat qil, sabab qil deganda qilam gap. Ma deganingiz adayliq bir nazariyani eslatib qo'ydim. Shu o'ri qadamlar iste'moldimi, o'zini o'ri qiladigan narsani yaxshi ko'rib qoldi degan narsaga tushdik-a unda bo'lsa bu. Yemak ishmakka, semiz odamlar o'zini samatadigan narsalarni yaxshi ko'rdi degandek-ku. Mesela bir nazariyaga tushib qoldik ekan. Men suv ichsammi samirayman degan gapga men qarshi. Quruq taga o'rtmaydi. Uning cho'qim bir narsa bo'lishi kerak. Lekin men ashda qaraman ishni. Ben onu da öte açta künü su Ya bu go'shtini ancha-muncha qo'shib pishirib. Alket hamma yok koyma. Balkim ersiyatmi bo'lishi mumkin hamda shaxsan menda u ersiyat yo'q. Bizning mendan boshqa emissimiz. Lekin baldringizmi o'ruq? Ha, ballarim o'ruq. Kichikda ular. Xo'sh, keyingi savolga kelamiz. Oxirgi bir savolimiz. Bu oylik Qarang televiziya teatrida Abdukarim Abduz akamning ayoli rol olmay, nemishqa Abdukarim Abduz akamning ayoli bo'lib rol olib chiqdingiz? Chunki bu televiziya teatrini boshlashdan burun birinchi bekitgan artistman. Men qarab boshqa erlarni bekitibdi-ki. Shuning uchun. Eringiz ma bo'ldi, bo'ldi deb turibdi. Masalan, o chaqda bizning televiziya stansiyasining tunji qitimliq film bo'lgandan keyin nurg'un jihatlardan to'liq bo'lmagandan keyin boshda meni bekitib bo'lgandan keyin qarab anandan keyin artistni bekitibdi ekan. Shu filmda shumiki deb o'ylayman, shunda bo'pti ekan. Boshda chunki meni bekitib bo'pti ekan. Keyin andan oy artistim ma bo'ldi-ki deb bekitgan. Uningda boshqa hech qanday sabab yo'q. Bu kino yoki sahnaga ya ayolni, ya bolasini, ya onasini, ya dadasini chiqadigan ish yo'q. Rolga, obrazga kim tushishi chiqadigan ish bor. Bo'lmasa uyda o'zaro o'yinsak bo'ldi, mehmondalik o'ynagandek. Bu xalqqa berilgan narsa bo'lgandan keyin shu rolga kim tushsa, shu sababdan bekitdimki, hamda men o'qimadim, ashunda o'yladim hamda. Men shu rolga tushgan o'xshayman deb. Lekin adam bunda bir narsa esimga kelib qoldi. Shu hozir nurg'ulg'an vanlojular ishlanyapti. Masalan, televiziya teatrlari ishlanyapti. Yaxshi filmlar chiqyapti. Haqiqatan ko'z yumsaq bo'lmaydi uning uchun. Mayli yoshlar jihatdan bo'lsin, mayli sizdek peshqadamlar bo'lsin, bizga sunyapti yaxshi filmlarni. Lekin ashlarning orasidami munosabatga tayinib odam chiqiradigan ishlar bak eg'irlashib ketdi desam, bundan qanday qaraysiz? Ishtahka. Men bir ishga o'zini yaqinlarini tatadigan iqtidorlar hisoblashib o'tmaydigan amandaq ahvollar. Bu ham nurg'un sabablar bo'lishi mumkin. Biri haliqi hamda yishu ko'mir yishu deb qo'yamiz. San'at degan bundaq o'zaro hamkorlikni talab qildi, o'zaro moslashishni talab qildi. Balkim yaqinlarini tortishdagi maqsad mening gapimni anglaydi, yoki men degan yerdan chiqadi, yoki iqtisodiy jihatdan men cho'ng besim bo'lib ketmaydi, yoki men erkin holatda qila olmayman deyish mumkin. Hamda nurg'un
kasbiy jihatdan mush ishni qilayotgan bolalar shaxsan meni natisiga chaqadi qiynalib chaqadi lekin men degan vaqtiga berib mayli ukam ishni voy bo'ldi chataq yo'q deb voyjon bunda damikin deb o'ylamagan edi ishni bo'lmaydi bo'ldi men boray desam kech bo'lib qolgan dedi shu kechdim olamiz kunduzdim olamiz rol deganni bo'pti chataq yo'q dedim badim masalan kech soat 10da boshlaydik dedi bo'ldi 10 qilib yurib boray deb voy 10da olamdi deymanda chunki bu kasbiy artistning deydigan gap emas kasbiy egisining deydigan gap emas balkim ashundaq nurg'un bu rol bu bir narsani ishlash deganning nurg'un qiyinchilik bo'ladi nurg'un qiyinchiliklar va shuning qiyinchiliklardan o'tolmay mayli hissiyot jihatdan mayli do'stlik jihatdan mayli iqtisod jihatdan o'rin vaqt nurg'un jihatlardan qisilib qolmayman shuni cho'qim kang tasha ishlab chiqarman degan ideya bilan yiqildirni chaqirishi mumkin bu ideyasi to'g'ri lekin man yaxshi chiqarman degan ideya bo'lsa ideya qilib qoladi to'g'ri maqsad mani yaxshi chiqarishmi yo cho'qim bizni buni ishlab bir qanday qilib bozorga chiqarishmi yoki yaxshi bir narsani xalqqa sunishmi agar yaxshi narsani xalqqa sunmansa oltini zaga so'qsin rahmat degan o'sha cho'lpon keldi programmasida sizlar bilan biz ko'rishganimizni xush bo'ldik rahmat hamda televizorda ko'p ko'rgan bo'lsak bugun manda amaliyotda yuzturani tafsiliy paranglashib hamma avvaldan oz tushungandan keyin taxmin hurmatimiz qo'zg'aldi rahmat Lala şirketimi hamda ikki qitim bir mashra programmasi yoki Medeniyat Bo'stoni qatorliq nurg'ulg'an programmalarni ishlatdik-ku. Bu jarayonda o'zim bevosita qatnashdim bularga xabaringiz bor. Hamda mush axborot sohasidagi kishilarninki haqiqiy jafosini men shoh tunib yetgan. Nurg'un kishilarni sahnaga chiqqan tayyor bir mahsulotni ko'riblam, shuni dozirnib oddiy qaraydi ekanmizda. Ashlar bilan birlashganda, birga ilib borganda mashg'ulotlarni bularning qiyinchiligi bular necha oy tayyorlik qilib hamda bir naqsh o'simi necha oy tayyorlik qilgan bir san'at programmasi o'simi necha oy tayyorlik qilib nurg'ulg'an odamlar nurg'ulg'an hisob bilan maydonga chiqadiganligini ko'rib parda oqisi kelmish axborot sohasi kishilarga nihoyat bir ko'nglimda jafokash kishilik ekan deb qaragandim bu sabab bilan shu sizlardek cho'lpon va nurg'ulg'an axborot sohasi kishilarga bir rahmatimizni bildiramiz rahmat Hadi bizim şeyde kişiye soraşık to'g'ri gap qilgan bir masala bo'ldi. Atdiganingizda nurg'ulg'an jafolik serguzashtirishni, ovoz artistligingizni, tantarbiya qiziqadiganligingizni, hatto bolalarningki o'zingizning nishon qilgandan atlab ularning qiziqishiga qarata tarbiyalab qilayotgan hamma yeringizni angladik. Lekin bir ekan bo'lib qoldi deb qardim o'zimcha. Har qanday bir jafo chekib natija qozongan kishilarning aqsi yana bir kishi bo'ladi deganni to'liq anglaydik. Lekin bugun u yerda bu gap chiqmay qoldi. Bu yerdan bir Şöyle bir baksın kısmı degandim. Buna cevap bergim yo'q. Muşu o'zim bir javob. Biz bilmaganlikdan so'raymiz. Muşu gapni o'zim bir yaxshi javob berishdim deb qarayman. Rahmat. Rahmat eda abaytiyaqa nurg'ulg'an savollarni so'rab charishtibatdik deb o'ylayman. Bunda qarsam qoldingiz. Charishtibatmidingiz? O doktor vatdingiz bu savollaringizni ya deb qo'ymaydi ekansiz. Deb qo'ysam bunda qiziq bo'lmaydi-da, bunda payz bo'lmaydi-da. Biroq burun deb qo'ygan bo'lsangiz ideyada ozroq tayyorlik bo'ldi. Bunda tumta qo'qama aytdim-da. Yo'q, shunda payz bo'ldi mencha. Ko'rmalam shunda rozi bo'lib ko'radi bizmi shu abaytiyaqa. Iliqqa tayyorliksiz holati chiqsa, aynan oltin ko'gli bo'ladi ekan. Tayyorlik qilib olgandiki men bunda savol so'rayman jumada mana bunda deb javob bering jumada degankilar ya'ni shu iliq burunqi ekrandagi holatlar ko'z oldimizga kelib oldi ekanda shuni o'ylab turib men ko'rsatmaga yerim shu yerda lekin ish qilsak bugun shunda bek payz bo'ldi bugungi son programmamizda sizni haqiqiy bir tushunib oldik hisobda nurg'ulg'an bilmoqchi bo'lgan narsalarni shaxsan men so'rab oldim bilib oldim o'rganib oldim degandek itotlarni o'ynab ketdik zivardan eri bo'ldim Çok hoş oldum. Hem de ahırlaşmaydigan soru yo'q degandek edi. Programmamizdan vaqti qistab qolganlik sababli hozir meshada ahırlaşmoqchi bo'lyapti. O'sha oxirida yana bir so'raydigan bir talabim bor. Cho'lpon keldi programmamizga bugun qatnashib qandaroq hissiyatda oldingiz? Masalan, bundan burun biror qisam ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Ko'rgan vaqtingiz qanday o'ylagan, hozir qatnashib qandaroq hissiyatda bo'ldingiz? Ikkisidan cho'qim farqi bor deb o'ylayman. Bizmi nurg'un programmalarni olamiz, nurg'un narsalarni olamiz. Maningda deyilayotgani shaxsan hozir dedim, "Qo'mang deb bermadingiz" deb. Men mi so'ramadim sizdan? Men savolni deb bermamsiz, ukam, qanday tema deb so'ramadimmi? Bir yig'iz gap qilmadim. Chunki men ash hissiyatni yaxshi ko'raman. Shaxsan menimi shu güzellik sizde programımızda 4 san tanıştığında bana so'ragan savolni beray degan berman bo'ldi.
Sahnaga chiqqanda bir gap bo'lsin deb. Men orzu qilgan narsa borka deb o'yladim. Har qanday narsa rostchil bo'lsa, samimiy bo'lsa, qancha oddiy bo'lsa, oddiylikdan ulug'lik kelib chiqadi. Oddiy bo'lsa, tushunishli bo'ladi, bir-birimizni tushuna olamiz. Mana shunday yaxshi kayfiyat bilan o'tira olamiz. Abay siz degandek balki men savolni berib qo'ygan bo'lsangiz, men balkim o'zimniki bo'lgan, o'zim his qilgan, o'zimning beshidan kechirgan ishni emas, balkim noit cho'ng doirada o'ylab olishim mumkin. Cho'ng planlarni tuzib yezib kelishim yoki yodlashim mumkin. Nima desamdi, erkin bo'ldik. Biz pek oddiy paranglashdik deb o'ylayman. Mushu oddiylikni bizning xalqimiz, ko'rurmanlarimiz tushunib, xuddi o'zimiz ko'rayotgandek emas, paranglashayotgandek his qilgan deb o'ylagandim. Men nurg'un narsalarni ashta o'ylaydim. Ma programmada men bugun shuni his qildim. Endi qolganini ko'rurmanlarimiz o'zi bir bizning xalqimiz baholab baqsa. Rahmat. Lekin men rastgahdan muduqdim. Hamda siz nima bo'lmoqsin ataqliq rejissyorimiz bo'lgandan keyin ham kaplamay bu mundaki andaki deb qolamo ya qanday bo'lib qolar deb o'zimni bir xil ansirash tuyg'usi bo'ldi. Yo'q, lekin yana tabiiy paranglar chiqqandan keyin sizning mijozingizni tushunib olgandan keyin tushunmoqchi bo'lgan ariqda azroq qiynaldim. Tushunib boqdim. Yana o'zishib ketdik degandek. Rahmat eda. Qimmatli vaqtingizni chiqarib bo'libmi? Bugunkidek kunda kapaginingizdan bak xo'sh bo'ldik. Mallam emas, hammaylar programma guruhisidagi hammaylar bak suyundik deb qaraymiz. Hurmatimizmi burunqi qarg'a vaqtda biz tasavvur qilgan xosiyat qurbon qarg'a vaqtda bir ikki palampay o'sdi degandek. Bundan keyin yana aloqamiz uzilib qolmasa, texim yaxshi tushunimiz, texim yaxshi adam bo'lishingizni umid qilaman-da. Rahmat. Bundan keyin katta ishlarlarda qanday mening yordamim tekkidek ish bo'lsa, rahmat. Har vaqt men tayyor. Menmo mushu Cho'lpon keldi programmasi orqali sizlar bilan tanishganimga, xalq bilan yana bir qatim yuz ko'rishganimga, mush programmaga qatnashganligimga nayt xo'sh bo'ldim. Rahmat edi. Rahmat edi. Sizlarga ro'naq topdim. Bundan keyin kundan kuniga sahnalar texmi yo'g'inib, programmalar texmi go'zallashsin. Rahmat edi. Rahmat. Sizdan bundan keyingi qilmoqchi bo'layotgan planlaringiz texmo katta bo'lg'isiyada to'xtab qolmay bizga xo'shalliqlarni berib ekranlarda doim degida ko'rinib turib bizga ma'naviy jihatda bir ozuq bo'lishingizni umid qilaman. Bundan keyingi ishlaringiz texmo yaxshi bo'lg'isi. Rahmat edi. Programmamızdan tajdorligini Şinjan Lilla Xalqaro savdo shirkati alayda programmamizdan riyosatchilarining kiyimini bo'lsa Miras kiyim-kechak madaniyat shirkati ta'minlagan. Bu ulardan Miras taqdak qomat qiyos Miras kiyimlari. Rahmat edi. Qayta sizga ashunda yaxshi tilaklarni tilab turmada. Bundan keyingi ishlaringiz texmi gullangusi, texmi utuqliq bo'lg'isida eng muhimi mengu shunday go'zal turishingizni umid qilaman. Rahmat edi. Rahmat.